o'sha mavzu MSM midline. Bularga propan yoki metan qo'ysa bo'ladimi? Da, bo'ladi. Faqatgina siz tanlovni to'g'ri qilsangiz, ideal zapchast bilan va uстановкani ideal qilsangiz, mashina sizda aytganingizni qiladi. Barchasiga propan ham metan ham ideal qilib uстановка qilib beramiz. Siz faqatgina tanlovni qilishingiz kerak, ya'ni qaysi jihoz bilan qo'yib yurg'izish kerak, o'shani bilish kerak va original ADAX reduktorlar buni poddelka o'xshash varianti X bo'lib chiqqan va juda ham ko'p. X hozirgilikda mana shu ADAX milliy brendda chiqadi. Buni ustidan qo'ysangiz hech kim sizdan alda olmaydi va original Yevropa gazdan qayta aytayapmiz. Qo'yadigan bo'lsangiz ham hech kim sizdan alda olmaydi, chunki bu ikkala zapchastimiz eng asosiy zapchastlar, buni o'xshashi bo'lmagan zapchastlar. Sardor Metangaz ishonchli va sifatli xizmatni sizga taklif qiladi. Siz obuna bo'ling, eng kamida bu avtomobillarning kilometrajidan xabardor bo'lib qolishingiz mumkin. Ya'ni hozirgi vaqtga bu MSM variantlarimiz o'rtacha 250 kilometr harakatlanmoqda. Sardor Metangaz sifatli, ishonchli xizmatni sizga har doimgidek taklif qiladi. Har doimgidek o'sha gap, siz sifatga talashing, biz sizning mashinangizni sifatli holatda propan ham metan ham uстановка qilib beramiz. Agar ishim taksistlik deydigan bo'lsangiz, kira qilaman degan bo'lsangiz, baribir metan arzonga tushadi. Yo'q, komfort xohlayman, yozgi kuniga konseni qo'shganda ham hech qanaqa motor qaltirashi, muammo qilmasin deydigan bo'lsangiz, albatta ekonom emas, komfort uchun baribir propan bo'ladi, ekonom uchun baribir metan bo'ladi. Faqatgina idealli uстановка qilsangizgina bu avtomobillar sizda aytganingizni qiladi. Kafolati bilan uстановка oldi jihozga 100% 1 yil garantiya, balonga esa servis tomonidan 15 yil beriladi. Tanlovda adashmaymiz, bu videoni barcha ko'pchilarga yuborib qo'ying. 24 ga yetdi.